Okalar, Bektemir atrofida quruq yerlarni o'zi narxi 30 ming, 35 ming dollar bo'lib turgan vaqtda sizlarga 475 sotixli tayyor patkul uchastkani sotixini 25 ming dollardan ko'rsam nima deysizlar? Mana oldiga bitta baho beringlar. Ko'cha tomonlama ko'radigan bo'lsangiz, ko'rishinglar mumkin. Fasad razmerlari 10 ga, ichkariga 20 metr bo'lyapti. Keng, fayzli, tinch mahalla, tupik mahallada joylashgan o'rtoqlar. Yo'li yuzi katta chorrahamiz, binokor chorraha bo'lyapti o'rtoqlar. Yo'li 100 dan 100 metr ichkariga kirib kelyapmiz. Xo'p, ichkari tomonlama tushuntirib beradigan bo'lsak, kirganimiz shunaqa keng, katta hovlimizni ko'rishimiz mumkin. To'y hashamlar bo'lsa ham ertaga qiynalmaysizlar o'rtoqlar. O'rtada bu yoqda zeleniy yashil zonamiz qilib qo'yishgan, mevali daraxtlarni ekib qo'yishgan. Xonalarimiz ketma-ket joylashgan bo'ladi. Xo'p, xonalarimiz ko'rib chiqadigan bo'lsak, bu yoqda birinchi xonamiz bitta zal mehmonxona sifatida foydalansanglar bo'ladi va yonginasi o'zini bitta kattalarimiz uchun yotoqxonasiga ega bo'lgan holda joylashgan. Ikkinchi asosiy binomizga keladigan bo'lsak, kirganimizda xuddi shu planirovkada katta zal mehmonxona va bitta spalni joylashgan bo'ladi. Xo'p, bu yoqdagi binolarimiz keladigan bo'lsa, ko'rishinglar mumkin. Bitta bu yoqda ham yotoqxona yoki bolalar yotoqxonasi sifatida foydalansanglar bo'ladi. Ikkinchi xonamiz bu yoqda kuxnyamizni ko'rishimiz mumkin. Kattagan razmerda o'zini ovqatlanadigan xonasiga ega bo'lgan holda joylashgan. Xo'p, bu yoq tomonlama keladigan bo'lsak, bu yoqda ham yana alohida joylarni qoldirishgan va bu yoqda o'sha sanuzolimiz va bitta hojatxonamiz alohida joylashgan bo'ladi. Akalar, xonadonimizni ko'rdinglar, shinamgina topik mahallada joylashgan 475 sotixli hovlimizni sizlar uchun narxini sotixiga 25 ming dollardan, umumiy narxini 120 ming dollar deb baholadik. Pastda egalar nomerini qoldiramiz. Tezda telefon qilib baraka qo'ymasanglar bo'lmaydi.